Yoshlar daftariga kirishingiz uchun mahalla, hokimiyat, hokim yordamchisi va boshqa organlarga murojaat qilishingiz shart emas. Siz o'zingiz 1 minutda ariza berib, yoshlar daftariga kirib olishingiz mumkin. Yoshlar daftariga kirsam nima foyda? Hech qanday foydasi yo'q deyishga shoshilmang. Yoshlar daftariga kirgan yoshlarga 23 xil yordam ko'rsatiladi. Masalan, siz yoshlar daftari orqali ishsiz bo'lsangiz, ishga kirishingiz mumkin. Fuqarolik pasportini olishda yordam olishingiz mumkin. Pasport to'lovini to'lab berishadi. 12 oygacha ijara to'lovlarini to'latishingiz mumkin. Prava va armiyaga borish xarajatlarini ham siz aynan shu yoshlar daftari orqali qoplatishingiz mumkin. Agarda kimga yoshlar daftariga onlayn ariza topshirish qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldirsin.